1 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan bolalarga podshodek qara, 10 yoshdan 17 yoshgacha unga quldek munosabatda bo'l, undan keyingi davrlarda uni do'st deb bil degan gap bor. Shunga munosabatlaringiz? Yaponlarda yaqinda kitobchasi bor ekan, 3 dan keyin keyish degan narsa. Bolani tarbiya qilish 3 gacha o'zi bo'lar ekan. Ya'ni 3 yoshgacha bola ko'rib o'rganar ekanda. Nimaga biz 5 yoshgacha bolaga podshodek qara deganimiz? Podsholar o'sha yoshlikda mumkin emas degan narsa yo'q ularga. Hamma narsa mumkin qilish. Ularni ekkani bo'ladi odatda va o'zi psixologiyada aksariyat bloklar, aksariyat qo'rquvlar 5 yoshdan paydo bo'lib qolar ekan. Nimaga 5 yoshdan 15 yoshdan bolaga qulday qarash kerak deb aytsa, bu yoqda bolani o'sha xarakteri shakllangan payt boshlanadi va bu yoqda bolani как trener bo'lib turish kerak. Qulday deydi, ya'ni majburlaydi, buni qilsam, buni o'qiysan deydi va bolada mana shu paytda o'sha ilm olishi va xarakteri shakllanishi. Keyin 17 yoshdan keyin nimaga bola do'stga qarasa, bu yerda o'sha gormonal o'zgarishlar bo'ladi. O'sha eng qiyin o'sha ishlash bolada, u podrosk bolalar bilan ishlash, chunki shu paytda gormonal o'zgarishi bola o'sha katta bo'lish etapiga o'tayotgan paytida juda ko'p xatolar boshlanadi mana shu yerda. Ko'pchilik mana shu qolib ketadi qul pozitsiyasida, san aytganimni qilishing kerak, san bilmaysan san deb gapirishadi. Bola bo'ldi, men ota-onam tushunmaydi deb o'ylaydi. Tashqaridan o'ziga do'stlar qidirishni boshlaydi. Chakadigan bola bo'lsa, chakadigan bolalar atrofida chakagan bo'lib qoladi-ku bola. Ya'ni mana shu paytda agar ota-ona do'st bo'la olganda edi, balkim o'sha paytda bolalarda o'sha yomon odatlar paydo bo'lmasdi.